Assalomu alaykum opajonisi, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bizning eng katta opamizda, ha? Oysi? Katta qizlari. Oysini 3 ta qizlari bor. Opajonisi, agar qiz bola bo'lsa, ismini kim qo'ymoqchi edingiz? O'ylab ham ko'rmadingiz. O'g'il bola bo'lsa, kim deb qo'ymoqchi edingiz ismini? Nurmuhammad. Yashang. Молодец. Opajonisi xafa bo'lish yo'q. Qiz bo'lsa ham Allohning ne'mati, o'g'il bo'lsa ham Allohning ne'mati. To'g'rimi? Bilasiz, ichidan ayolcha chiqsa biza o'g'il bola, qo'g'irchoq chiqsa qiz bola bo'ladi. Shoshib ketyapsizmi? Qani, bismillah deb oching. Tepaga ko'taring. Da! Opasi, tabriklaymiz. Yig'lashingizni jonim bo'lsin. Oyjonisi.